aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10 tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol moli dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning diydorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astagfirulloh va atubu ilayh.